Qirg'izistondan tabiiy travertin mahsulotini olib kelganmiz. Bu terrasamizni kattaligi taxminan 1 sotik, ya'ni 100 metr kvadratni tashkil etadi. Rossiyaning Brayer zavodida ishlab chiqarilgan. Bu O'zbekistonda ilk marta shu Sharq Development, ya'ni shu bizning turar joy majmuamizda bu hamkorlik qilib biz buni foydalanyapmiz. Binoyimizda fundament qismi o'sha FBS terilgan. Assalomu alaykum. Sharq Development qurilish kompaniyasining kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarga turar joy majmuamizni qurilish jarayonlari, qurilishning detallarigacha ichkaridan qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilamiz. Va hozir birinchi ishimizni texnik xonadan boshlaymiz bo'lmasa. Ketdik. Bu texnik xonamiz. Texnik xonamiz o'sha podyezdimizning kirish qismi xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Kirish qismida Face ID'li domofon bo'ladi. Bu o'sha mijozlarimizni xavfsizligini ta'minlash uchun qo'yilgan moslama hisoblanadi. Bu ham kodni ochadi, ham yuzni aniqlash funksiyasi mavjud. Ichkarini ko'rsatamiz. Keling. Bu karkas qismimiz. Karkas qismimiz o'sha binomizdagi regal kolonnalarni xuddi mana shu ko'rinishda qurganmiz. Bizning binoyimizda 24 ta kolonna 28 diametrdagi armaturadan ishlangan. Bu kolonnamizda jami 12 dona 28 diametrdagi armatura va 24 ta kolonnamiz 22 diametrdagi armaturadan foydalanilgan. Bularning soni 12 ta. Bu regal qismimiz. Regal qismimizda ham har 10 sm ga regal skobaga olingan. Bu o'sha fundament monolit qismimiz bo'ladi. Monolit qismimiz balandligi 1 metr, to'liq splashnoy beton quyilgan 1000 metr kvadratga. Binoyimizda fundament qismi o'sha FBS terilgan. FBS dan keyin ustidan bitum qilganmiz. Bitumning ustidan izolyatsiya, folgali izolyatsiya qilingan. Izolyatsiyani o'zini asrash maqsadida penoplex qilingan. Penoplex nima uchun qilinadi? Bu o'sha binoni kotlovan qismini to'ldirish jarayonida tuproqning ichida tosh bo'lishi mumkin, har xil metall mahsulotlari bo'lishi mumkin. Bu o'sha to'ldirish jarayonida izolyatsiyani teshib qo'yishi mumkin. Izolyatsiya teshilgandan keyin bu qilgan hamma fundament qismi suv o'tib ketadi. Suv o'tgandan keyin uyga o'sha binoga zax ko'tariladi. Binoni o'sha umrini, betonning umrini qisqartiradi. Bu o'sha fundamentimizning pirog qismi, ya'ni o'sha tuproq, yerning o'sha asosiy o'zini tuprog'i, ustidan 50 sm GPS yotqizganmiz va bu GPS ni ham vibrator bilan, avtokatok bilan buni zichlashtirishlarni olib borganmiz. Ustidan podbetonka quyganmiz 10 sm, keyin uni ustidan o'sha izolyatsiyamizni yopishtirganmiz. Izolyatsiyaning ustidan mana bu ko'rib turgan karkaslari terilib, keyin beton quyilgan. Bu GPS ning vazifasi o'zi har qanday bino cho'kib o'ynab turadi. O'sha vaqtda bu GPS amortizatsiya vazifasini bajaradi. GPS ustidan beton quyganmiz, ko'pchilik asfalt qiladi. Bu asfalt qilish juda ham noto'g'ri. Sababiki beton qilingandan keyin ustida izolyatsiyamiz tekis yotadi. Asfalt o'zi umuman izolyatsiya vazifasini bajarmaydi. Ko'p joyda izolyatsiya uchun qilinadi bu narsa. Ham o'sha ustidan karkas to'qilgandan keyin asfalt bilamiz yumshoq narsa bo'lganligi uchun ustidagi armaturalar tekis yotmaydi. Tekis yotmagandan keyin qanaqadir miqdorda o'sha karkas qismida o'ynash paydo bo'ladi. Tekis yotmaydi karkas qismi. Ustidan keyin mana to'liq ko'rib turganlaringizdek 1 metr balandlikdagi monolit quyiladi. Keyin binoning ustidan o'sha FBS yoki beton terilib, o'sha poydevor qismi ko'tariladi. Uyimizning balandligi 330 sm. Hozir buni uyga kirgandan keyin yana ko'rsatamiz. Polni styajka qilganimizdan keyin, betonlashtirganimizdan keyin toza 3 metr 30 sm balandlik qoladi. Bu o'sha biznes klass uylarda talab etiladigan balandlik hisoblanadi. Bu shu majmuamizda ishlatilgan santexnika va elektrika mahsulotlari. Ko'rib turganlaringizdek o'sha har bitta stoyaklarimizda Water Pro hozir O'zbekistondagi eng sifatli mahsulotlar qatoriga kiradi. Bu o'sha PPH mahsulotidan ishlab chiqarilgan, 100 gradus issiqda va kislotada ham bemalol o'zini holatini yo'qotmasdan ancha yillar xizmat qilib beradi. O'sha har bitta fittinglari, har bitta turbalarini o'sha Water Pro'ning eng sifatli mahsulotini ishlatganmiz. Bu kabellarimiz har bir kvartiraga alohida
10 ga 4 o'sha Uzkabil ham bu O'zbekistondagi eng sifatli elektr mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi katta zavod hisoblanadi. Biz aynan shu zavod mahsulotlaridan foydalanganmiz. Bu har bir xonadonimizga 10 ga 4 o'lchamdagi kabellardan foydalanganmiz. Keling. Hop, bu bizning devorimiz xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Biz turar joy majmualarida Qashqadaryoda birinchilardan bo'lib, ichi g'ovayli g'ishtlardan foydalanamiz. Bu g'ishtimizni foydali tomoni o'sha xalq tilida o'zi bu paltara g'isht deyiladi. Odatdagi paltara g'ishtlarimiz g'ovaysiz bo'lgani 4,5 kiloga chiqadi bir donasining og'irligi. Bu g'isht undan 1 kilo 200 yengil bo'ladi. Bu degani, misol uchun bizning ikkita blogimizda hozir 1 million ta g'isht ketadigan bo'lsa, taxminan 1 million 200 kilogramga bu binoni yengillashtirish uchun xizmat qiladi. Ham buni ikkinchi tomoni, yaxshi tomoni, mana bu g'ovaylari issiq sovuqni o'zida ushlab qoladi. Uyda energiya tejamkorligini oshiradi. Bizning uyimiz o'zi juda ham maksimal darajada energiya tejamkor qilingan. Sababi devorning ustidan bazalt qoplamasini qoplaganmiz. Bazalt bu qalinligi 5 cm da bo'ladi. Uni ustidan maxsus vetrozashitniy membrana deydi. Bu o'sha bazaltning o'zini zaxdan, namdan asrash uchun xizmat qiladi. Shu uyimizni endi ham energiya tejamkorligi haqida yana ozgina tushuntirib beraman. O'sha aytib o'tganimdek, g'ishtlarimizda o'sha ikkita kamera bo'lganligi uchun, bu g'ishtimizda ham ikkita kamera bo'lganligi uchun bu uyimizda juda ham energiya tejamkorligini oshirib yuboradi. Biz hisoblatib ko'rganmiz. O'sha eng asosiy biz issiq sovuqni o'rtadagi mana shu qo'shimcha joyimizda olib qolamiz. Bazalt bilan fasadni g'isht orasidagi 5-6 cm joyimizda 50% issiq sovuq havoni o'sha yerda o'ldiramiz. Sababi havo hozir tashqaridan kirgandan keyin bu ikkita kameradan o'tadi. Ikkita kameradan o'tgandan keyin o'sha o'rtadagi 5-6 cm joyga borib uriladi. Undan keyin bazalt bor. Bazaltdan keyin ham bu ichkaridan terilgan o'sha qora suvoq g'ishtimizning o'zi ham ikkita kameradan iborat. Bu uyni energiya tejamkorligini 70-80% ga oshirib boradi. Bu degani o'sha qishda ham, yozda ham siz energiyani kam sarflaysiz. O'sha yozda kamroq konditsioner ishlatiladi. Qishda ham uy o'sha isitilgan vaqti o'zining issiqligini uyning ichida bemalol saqlab tura oladi. Bu g'ishtimizga to'xtaladigan bo'lsak, Rossiyaning Brayer zavodida ishlab chiqarilgan. Bu O'zbekistonda ilk marta o'sha Sharq Development, ya'ni o'sha bizning turar joy majmuamizda bu hamkorlik qilib biz buni foydalanyapmiz. Bu g'isht rangi tabiiy rang, bo'yalmagan. O'sha biz zavodiga borganimizda ko'rganmiz, Yevropadagi eng katta pechga ega bo'lgan o'sha zavod hisoblanadi, Brayer zavodi. 48 soat pechdan o'tishi natijasida g'isht mana shu rangga kiradi. Bu tabiiy rang. Bu endi zavod 300 yil, 400 yil deb garantiya beryapti. Xudo xolasa ancha yil mijozlarimiz uchun xizmat qilib, o'zining xususiyatini yo'qotmaydigan g'isht hisoblanadi. O'zi biznes klass uylarni boshqa oddiy uylardan farqli tomoni ham shu hisoblanadi. Bir tomoni, sababi o'sha biroq fasad qismida tabiiy narsalardan foydalaniladi. Bu g'ishtimiz aynan shu talabga javob beradigan tabiiy rangdagi g'isht hisoblanadi. Endi qurilishni hozir ichkaridan o'sha imkon qadar detallarigacha ko'rsatishga harakat qilamiz. Binoyimizning ko'rinishi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi buni biz ustalar uchun chiqarib qo'yganmiz. Ustalar buni ko'rib jarayonda qarab turishadi. Ko'rib turganingizdek, binoyimiz 3 xil rangdan foydalanganmiz. Sababi o'sha har bir detalni arxitektorlarimiz aniq ko'rsatish uchun 3 xil rangdan foydalanishgan. Bu yerda o'sha oq rang, bu yoqda o'sha ochiq jigar rang, bu yoqda to'q jigar rang. Binoyimiz ham renderlarda endi ko'rgansizlar. 9, 8, 7 bo'lib o'ynagan, o'sha piramida ko'rinishda kelgan. Binoyimizning tepa qismida o'sha terrasalar joylashtirganmiz. Ba'zi bir xonadonlar terrasalari 1 sotiga yaqin hovlilar bor o'zlarining. O'sha arxitektorlarimizning sa'y-harakatlari bilan binoyimiz mana shunaqa noodatiy, eksklyuziv ko'rinishga kelgan. Ya'ni hech qayerda ko'rilmaydi bu bino, bu hech qayerdan o'g'irlanmagan avtorlik ishi hisoblanadi. Bir boshdan ko'rsatib ketaveramiz endi. O'sha mana bu oq qismlariga biz Qirg'izistondan tabiiy travertin mahsulotini olib kelganmiz. Bu ham birinchi marta adashmasam Qashqadaryoda turar joy majmualarida bu eng qimmat fasad hisoblanadi hozir. Bu binoni o'sha umrini yana ham uzaytirish uchun, uzoq vaqt xizmat qilish uchun, o'zini xususiyatini yo'qotmaslik uchun
aynan shunaqa mahsulotlar tanlangan. Bu tomonni ko'rsating. Mana binoyimizni hozir mana bu qismida o'tkir jigarrang o'sha g'ishimizni terish jarayoni ketyapti. Mana bu qatorda och jigarrang rangi teriladi. Endi ichkariga kiramiz. O'sha texnik xonada ko'rsatganimdek, mana shu fundament qismimiz, fundament qismimizda mana shu izolyatsiya qilingan, izolyatsiyadan keyin Penaplex mahsulot qilingan. Endi bular hozir qurilish yakunlanish qismiga kelyapti. Bu hammasi yopilib ketadi. Ketdik. Bu kirish eshigimiz. Bu hozir o'sha o'zi magazindan podyezdga ham kirish eshik qoldirib ketilgan mijozimiz talabi bilan. Bu eshigimiz maxsus bizning majmuamiz uchun Xitoydan buyurtma asosida borib tanlab olib kelganmiz o'zimiz. Eshigimizni balandligi 2.30 ni tashkil qiladi. Bu oddiy eshiklarga nisbatan o'rtacha 30 sm baland degani. Hozirgi endi qo'yiladigan eshiklarga inobatga olsak shunaqa. Bu eshigimizda rangi ham, ichida ishlatilgan mahsulotlar ham eng sifatli mahsulotlarni tanlaganmiz. Usti shu metalldan ishlangan, ichida o'sha maxsus ovozni o'tkazmaydigan va eshikni baquvvat qiladigan, og'ir qiladigan maxsus mahsulotlardan tanlangan. Eshigimizning og'irligi taxminan 60-70 kiloni tashkil qiladi. Eshik qancha og'ir bo'lib olaversa, uni sifati ham shuncha yaxshi bo'ladi. Endi buni tashqi tomondan ko'rsatamiz. Eshigimiz o'sha aqlli ruchkalardan foydalanilgan, o'sha ya'ni smart ruchka deymiz. Bu qo'lni iziga ochadi, kod bilan va qo'shimchaga o'zini kaliti bor. Agar batareykasi tugab qolsa, mexanik holatda kalit bilan ham bemalol ochsa bo'ladi. Yumshoq zona joylashtirganmiz. Bu yerda bemalol uyga mehmon kelgan vaqti hammani ham uyga olib kirish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Bemalol gaplashib yoki o'sha taksi chaqirilgan vaqtda taksilarni kutib o'tirish uchun shunaqa bir mijozlarimizga qulaylik uchun отдельно bir zona qoldirib ketganmiz, burchak qoldirib ketganmiz. Biz mana shu podyezdimizning kirish qismini o'zida 100 kvadratga yaqin joy ajratilgan. Podyezdimizga kirilgandan keyin katta holdan kirib kelinadi. Shu podyezddan kirib kelgandan keyin holdan kirib kelib chapga burilib keyin zinaga chiqib ketiladi. Bu tomonda o'sha 1 tonnalik lift o'rnatamiz. Liftimizning yonida kolyaskalar uchun maxsus xona ajratilgan. O'sha mijozlarimiz har safar uyga kirib chiqqanlarida kolyaskalarni ko'tarib chiqib ovora bo'lmasliklari uchun maxsus xonalar ajratilgan. Mana ko'rib turganlaringiz bu o'sha har bir qavatga biz alohida kabel chiqaryapmiz. O'sha 16 ga 4 kabelimiz har bir qavatga alohida chiqadi va o'sha yerdan xonadonlarga keyin 10 ga 4 kabel bilan bo'linib ketadi. Bu uydagi o'sha bemalol energiyaga bo'lgan ehtiyojni bemalol qondirib bera oladi. Ortiqcha yuklanishlar bo'lmaydi va avariya bo'lgan holatda ham har bir qavatda alohida o'sha ta'mirlashlarni olib borish uchun bemalol xizmat qiladi. Tepaga chiqamiz. Qisqacha uylarni o'sha planirovkalar deydi, o'sha haqida ma'lumot berib ketaman. Bizda planirovkalar juda ham aqlli o'ylangan. Har bir kvadrat metr vazifa bajarish uchun, o'sha mijozlarimizga foydali bo'lish uchun, ortiqcha keraksiz kvadrat metrlarda uyda bo'lmasligi uchun arxitektorlarimiz mehnat qilishgan. Sababi o'sha mijoz uy sotib olayotganda kvadrat metrlar sotib oladi. Shu har bir kvadrat metr foydali bo'lishi kerak. Misol uchun 2 xonali xonadonni oladigan bo'lsak, 60-61 kvadratli xonadonni o'sha kirish qismi, ya'ni o'sha koridor qismlari ba'zi bir uylarda ko'ramiz, koridor qismi juda ham katta kvadrat tashlab ketilgan bo'ladi. Deylik 20-30 kvadrat koridorda joy ajratilgan, lekin o'sha mehmonxonada 10-15 kvadrat joy ajratilgan bo'ladi. Bu arxitekturaviy tomondan juda ham xato hisoblanadi. Shunaqa xatolar bo'lmasligi uchun biz har bitta xonadonni o'sha loyihasi, ya'ni planirovkasi ustida oylab ishlaganmiz. Shu maqsadimiz mijozlarimiz uchun, bizani uyimizdan oladigan, yashaydigan odamlar uchun foydali bo'lishi uchun harakat qilganmiz. Xo'p, buni ham tushuntirib ketamiz. Bu liftimizni shaxtasi monolit shaxtasi hisoblanadi. Monolit qilib quyilgan. O'rtada
Penaplex, undan keyin yana qo'shimcha devor terganmiz. Bu uy bilan tutashgan joyi bo'lsa, bu ham uyda o'sha ortiqcha ovozni bo'lmasligini ta'minlaydi. Endi hozirgi zamonaviy liftlarda o'zi bunaqa ovozi ham bo'lmaydi. Ikkinchi vazifasi bu zilzila vaqtida alohida harakatlanish kerak lift shaxtasi. Bu Penaplex va devor amortizatsiya vazifasini ham bajaradi. Keling. Bu ko'rib turganlaringiz 3 xonalik, 101 kvadratli xonadonimiz. Buni ham ichkaridan bitta ko'rsatib beramiz. Keling. Kirgandan o'ng tomonda zal joylashtirganmiz, ya'ni mehmonxona joylashtirganmiz. Chap tomonimizda oshxona bor. Bilasizlar, ko'pchilik bizada vaqtini oshxonada o'tkazadi. Shuning uchun ataylab oshxonani ham chizishdan oldin, rejalashtirishdan oldin oshxonani keng ovqat qilish uchun ham, stol suv qo'yish uchun ham har bitta zonalarni o'ylab katta qilingan. Ko'rib turganlaringizdek, romlarni ham ikkita qo'yganmiz. Ikkita katta panoramli rom qo'yilgan. Bu ko'proq yorug'lik kirish uchun, havoni yana ham ko'proq almashish uchun xizmat qiladi. Bu uyimiz ham hovliga qaragan, ham ko'chaga qaragan. Qulayliklari juda ham zo'r. Uyimizni yana balandligi aytib o'tganimizdek, hozir mana uylarimiz suvoq bo'lgan, stяжка bo'lgan. Bundan keyin 330 qolgan. Uyimizni sof, aniq, toza balandligi 330 qolgan. Uyda balandligi, uyda bahavo bo'lishi, havoni yaxshi aylanishi va juda ham hashamatli ko'rinish uchun balandlik xizmat qiladi. Bu tomonda balkon joylashtirganmiz. Bu bolalarning yotoqxonasi. Bu yoqda ham ko'rib turganlaringizdek katta, chiroyli, keng kirish, shu balkonga chiqish eshigini qo'yganmiz. Bu yoqdan ham yorug'lik yaxshi kiradi. Ko'rib turganlaringizdek, mana bu devorlarning orasida qo'yib ketganmiz. Sal zo'rroqdan turib olsangiz. Har bitta o'sha xonadonni devorlarini orasiga stяжка bilan o'rtaga qo'yganmiz. Demferli lenta deb ataladi qurilish tilida. Hozir juda ham yaxshi yechim bo'lgan deb o'ylayman. Bu o'sha stяжкamizni birorta ham hozir ko'rib turganingiz yorug' yo'q. Juda ko'p joyga yetib olsanglar, bu suxoy stяжкада yorug' juda ko'p bo'ladi aslida o'zi. Buni mana bunaqa temferli lenta qo'yilgandan keyin bu ham xonadan xonaga ovozni o'tmasligi uchun xizmat qiladi, ham o'sha stяжкani yorilib ketmasligi uchun xizmat qiladi. Endi yotoqxonalarni ko'rsatamiz. Bu tomonda bitta umumiy sanuzel va o'sha kladovka joylashtirganmiz, omborxona. O'ylayman, har bitta xonadonda omborxona bo'lgani yaxshi, chunki ortiqcha narsalar juda ko'p bo'ladi. Ba'zi bir uylarda o'sha uzun po'lartish moslamalarini qo'yadigan joy topilmay qoladi. Shuning uchun biz alohida omborxona ham, kichikroq bo'lsa ham omborxona ajratib ketganmiz. Bu tomonda o'sha master spalni deyiladi. Hozirgi zamonaviy arxitekturada shunaqa so'zlar ishlatilyapti. Bu nima degani? O'sha yotoqxonaning ichida o'zini yuvinish xonasi bo'ladi va kiyimlar uchun maxsus garderobnilari bo'ladi. Bu yerda biz aynan mana shunaqa master spalni reja qilib joylashtirganmiz. Bu tomonda bolalar xonasi bor. Bu 2 xonali xonadonimiz, 61 kvadratli. Bu ham juda ham chiroyli yechim qilingan xonadon. Keling ko'rsataman buni ham. Xo'p. Xonadon planirovkasini ko'rsatishdan oldin, mana ushbu mahsulotimiz bu shum izolyatsiya bo'ladi. Shum izolyatsiyamiz bu o'sha kanalizatsion stoyaklarimizni ortiqcha mana xonadonlarga kirgan vaqtlaringizda e'tibor ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin. O'sha suvning ovozi eshitilayotadi. Tepadan qo'shinikidan o'sha suv quyilgandan keyin o'sha eng pastki qavatgacha suv tushib borgunga qadar suvning ovozi bir noqulay ovozlar chiqaradi. O'sha har xil ovoz chiqmasligi uchun biz maxsus o'sha samokleyka deydi, 1 santimetrlik maxsus shum izolyatsiya mahsulotidan foydalanib har bir o'sha turbalarimizni yaqindan ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Buni izolyatsiya qilib, ustini o'rab, yopib chiqamiz. Bu mijozlarimiz uchun ancha uylarda o'sha ortiqcha ovoz bo'lmasligi, o'sha mehmon kelgan vaqtda ham, o'zlari yashagan vaqtda ham noqulaylik bo'lmasligini oldini oladi.
Ushbu xonadonimiz 61 kvadrat. Bu kuxyasi. Kuxyasida ham balkon mavjud va katta shu panoramli eshik qilingan. Keling. Eng yaxshi tomoni 61 kvadratli uyimizni 6 ga 4 mehmonxona qilingan. Bu 61 kvadrat uy uchun 6 ga 4 mehmonxonani bo'lishligi bu juda ham yaxshi yechim hisoblanadi. Ortiqcha kvadrat metrlar yo'q, har bir kvadrat metr vazifa bajaradi. Bu yoqda sanuzel, bu yoqda o'sha omborxona qilingan, bu umumiy sanuzel, bu yoqda bolalar xonasi. Ya'ni o'sha yotoqxona qilingan. Bu xonadonimiz, buni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. 48 metr kvadrat bir xonali xonadonimiz. Keling. Bu ham juda ham yaxshi yechim bo'lgan. Kirganimizda mana chap tomonda kattagina sanuzeli bor. O'zi bilasizlar, bir xonali uyda bitta oshxonasi bo'ladi, bitta kuxnyasi, bitta yotoqxonasi bo'ladi. Yotoqxona desak ham bo'ladi, uni zal desak ham bo'ladi, lekin biz shunaqa yechib berganmiz. Bu tomondan birinchi ko'rsatamiz. Shu oshxonamiz juda ham katta, keng qilingan. Bu yoqda bemalol dam olib, ovqatlanib o'tirish uchun juda ham qulay. Bu xonamizni o'zi taxminan 15 kvadratdan ziyod. Juda ham keng. Bu yoqda ham romlarimiz, ikkita rom qo'yganmiz, yorug'lik kirish uchun, havo yaxshi almashish uchun ikkita romdan foydalanganmiz. Bu tomonda yotoqxonasi. Yotoqxonasi ham juda ham shinam, keng. Yotoqxonasidan balkon joylashtirilgan. Bu o'sha B blokimizga qaragan, hovlining ichiga qaragan bo'ladi. Bu xonadonimiz. Yotoqxonasi ham juda ham keng. Yashash uchun, investitsiya qilish uchun yoki yosh oilalar uchun olib ijaraga berish uchun ham juda ham zo'r. Kvadrati ham 48 kvadrat, investitsiya qilish uchun juda ham qulay xonadon hisoblanadi. Bu o'zi bizani uylarimizni joy kelganda aytib o'tib ketamiz. Taxminan sotilgan uylarimizni 75%, buni ko'p joyda aytmaganmiz o'zi, 75%ni investitsiya uchun olingan uylar. Ya'ni o'sha olib narx ko'tarilgandan keyin sotish uchun yoki bo'lmasa ijaraga qo'yish uchun, chunki juda ham jozibador proyekt hisoblanadi bizaniki. Shu biznes klass bo'lganligi uchun, shaharni markazida, shaharni shu yuragida joylashganligi uchun, yashash uchun hamma narsalar allaqachon mavjudligini hisobga olinadigan bo'lsa, investitsiya uchun haqiqatan ham juda ham zo'r loyiha bo'lyapti. Shuning uchun aynan mana shu xonadonlar investitsiya uchun yana ham jozibadorroq bo'ladi. Bu 61 kvadratli ikki xonaligimiz bor, uni ham ko'rsatib o'tdik. Bu xonadonni ham yashash uchun, ham investitsiya uchun juda ham qulay xonadonlar o'ylangan. Bu romlarimiz Akfa kompaniyasiga tegishli 6,5 ming seriyali profildan ishlab chiqarilgan, juda ham sifatli plastmassadan ishlangan mahsulot hisoblanadi. Ko'rib turganlaringizdek, bu ruchkalarimiz, o'sha ya'ni ochgichlari deymizmi? Bular Italiya kompaniyasining Rotto brendiga mansub, juda ham sifatli, premium ko'rinishga ega temirdan ishlangan ruchkalar hisoblanadi. Xudo xolasa bu mijozlarimizga, uy egalariga juda ham uzoq yillik xizmat qiladigan ruchkalar hisoblanadi. Biz buni oldingi turar joy majmualarimizda ham foydalanganmiz. Juda ham sifatli bo'lgani uchun yana qayta mana shu mahsulotni tanladik. Hop, endi e'tibor qiladigan bo'lsanglar, romimizni shakli, dizayni shunaqa o'ylanganki, mana bu pastki qavatidan tushgan belbog'imiz bu ham reshotka vazifasini bajaradi. Ya'ni o'sha panjara vazifasini bajaradi. O'sha yosh bolalarimiz oynani ochgan vaqtda, mana misol meni bo'yim 1.80 bo'ladigan bo'lsa, meni ham past deyarli yarmimdan kelib turibdi bu. Bu degani ancha xavfsiz, o'sha ochib yopganda ham kattalar uchun ham, yosh bolalar uchun ham ancha xavfsiz qilib o'ylab ishlangan rom hisoblanadi. Bu maxsus setga qo'yganmiz. Bu yoqda ko'p joylarda e'tibor qilgan bo'lsanglar, ta'mirlashlar olib borilgandan keyin uyda yoriqlar, har xil o'sha treshinalar paydo bo'ladi. Bu o'sha narsani oldini oladi. O'sha uyni ta'mirlagandan keyin suvoq bilan birga
ta'mir ishlari ham qo'shilib ketgandan keyin xudo xolasa bu yerda unaqa yorilishlar, noqulayliklar kuzatilmaydi. Bu narsa ham shu mijozlarimizni uylarning chiroyli chiqishi, sifatli chiqishi uchun o'ylab qilingan ishlardan bittasi hisoblanadi. Suvoq bilan qo'shilmasligi natijasida o'sha keyin uyda o'sha o'satka bo'ladi, yorug'lar paydo bo'ladi. Bu ortiqcha yorug'larni oldini olish uchun maxsus qo'yib ketilgan setkalar hisoblanadi. Bu pod'ezd qismi hisoblanadi. Kirgandan chap qo'lda. Endi hozir loyihamizning eng eksklyuziv qismlaridan biriga to'xtalamiz. Ya'ni o'sha terrasa qismimiz. Ushbu terrasamiz o'sha biznes klass uylarda bo'lish kerak bo'lgan jihatlardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni o'sha xonadonning o'zining shaxsiy terrasasi mavjud. Bu terrasamizning kattaligi taxminan 1 sotix, ya'ni 100 metr kvadratni tashkil etadi. Bu terrasada yozgi kunlarida oila davrasida do'stlar bilan bemalol dam olib o'tirish uchun juda ham qulay va manzarasi juda ham chiroyli bo'lgan joy hisoblanadi. Yana bir narsani aytib o'tish kerak. Bizning majmuamiz Qarshi shahrining markazida joylashganligi va o'sha tepadan kartadan ko'rilganda ham yashil zonada joylashganligi, atrofimizda juda ham ko'p daraxtlar, kislorod juda ham boy joyda joylashganmiz. 100 metrdan keyin o'sha markaziy bog' joylashgan. Hozir operatorimiz atrofni ko'rsatsalar, videoda ham ko'rish mumkin bo'ladi. Shahar tepadan juda ham chiroyli ko'rinadi, manzarasi ham ko'zni quvontiradigan. Pastda ko'rsatganimiz devorimizning maket qismi, o'sha terilish jarayonini ko'rsatamiz. G'ishtimizdan keyin bazalt qo'yapmiz, bazaltdan keyin o'sha aytilgan maxsus membranadan keyin fasadni g'ishtimiz terilyapti. Bu chiqib turgan simlarimizning vazifasi ichki g'isht bilan tashqi fasad g'ishtni bir-biriga bog'lash vazifasini bajaradi. Ya'ni o'sha zilzila vaqtida yoki g'ishtni o'zining og'irligi bilan pastga tushib ketmasligi uchun orqa tomondan bu g'isht bilan birga bog'lanib bir tanaday bo'lib turishini uchun xizmat qiladi. Shu hozir ichkarini ko'rsatasiz. O'sha o'rtada qolgan bo'shliqda, mana shu bo'shlig'imiz termiz vazifasini bajarib, uyda issiq sovuq kirmasligi uchun xizmat qiladigan bo'shlig'imiz. Endi bu yoqda balkon bo'lganligi uchun 2-3 santimetrga boshqa devorlarga nisbatan bu yoqda ko'proq joy qolgan. Ko'rib turganlaringiz bu liftlarimiz ham yetib keldi. Bu liftlarimiz ham 1 tonnali lift hisoblanadi va kabinalari ham o'sha tez tibbiy yordam mashinasining kolyaskalari uchun har xil vaziyatlarda o'sha olib chiqish uchun mo'ljallangan, katta, keng va dizaynlari ham juda ham chiroyli, premium shaklda qilib yasalgan liftlar hisoblanadi. Bular ham tez orada o'rnashtirishni boshlaymiz. Ketdik endi. Assalomu alaykum. Shahboz aka, qalisiz? Hasan aka, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Ishlar qanday bo'lyapti? Zo'r. Har bir harakat sifat uchun bo'lyapti. Sifat uchun bo'lyaptimi? Bu kishi Shahboz aka, mahalliy ustalarimiz, ustalarning travertinchi ustalarning brigadasi hisoblanadi. Qachon tugatib berasiz aka endi bizani? Xudo xolasa 2 oylarda AB blok tugatadi hammasi. AB blok tugadi 2 oyda. Nechta usta ishlayapti hozir? Hozir 12 ta usta ishlayapti. 12 ta usta A blokda o'zida. 2 oyda to'liq tugatib berasiz, xudo xolasa. G'ishtimiz sifati qanday? Zo'r. Toshdi. Siz tosh teryapsizmi? Tosh teryapmiz. G'isht so'raysiz. Toshniki ham zo'r, toshniki ham zo'r. Qirg'iziston natural toshlari. Qirg'izistondan kelyapti toshlarimiz. Tabiiy tosh. Qurilish haqida o'zi nima deysiz? Qurilishni boshqa joylar haqida. bo'lyapti aka. O'zi uy oldingizmi uni? Xudo xolasa shunga niyat endi. Qachon olasiz endi? Endi tugatib qani endi bunisi olamizmi? Olmasangiz tugab qoladi, o'z uylarimiz tugadi. Nasib qilgan qolamiz. Ketdik. Bu Hasan kranchimiz 36 metrmi? Kranning balandligi qancha Hasan? 45 metr. 45 metr. 45 metr balandlikda mana necha oy bo'ldi kelganingizga? Yil bo'ldi, o'zi 1 yil. 1 yil, 1 oy bo'ldi. 1 yildan beri mana ustalarimizni ishini yengil qilib 45 metr balandlikda ishlayapti. Ishlab turibmiz hozircha. Qachon chiqamiz kranga tepaga? Farqi yo'q. Ketdik. Ro'zqulagingiz qanday, charchamayapsizmi? Yaxshi. Ishlab bo'lyaptimi? Sizlar qorin to'q. Hammasini. Hammasi joyida. Bu tomonda C blokimiz tushadi. Bu A blok. Orqada turganimiz bu B blok. Yaqinda 1 oyda ichida xudo xolasa C blokda ham qurilish ishlarini boshlaymiz. B blokning tepasiga chiqamiz.
yana ma'lumot berib ketaylik. Bu tomonda o'sha C blokimizni yonida Stilobod joylashadi. Ya'ni Stilobod bu bolalar maydonchasi ikkinchi qavatda bo'ladi. Pastida parkovka bo'ladi. Stilobodning tepasida maxsus tadbirlar uchun zal loyihalashtirganmiz. Bu zalda uyda kelgan mehmonlaringizni bemalol mana shu majmuani yashovchi xonadon egalari uyda tadbirlarni bemalol o'tkazib, uyga keyin dam olishlari mumkin. Buni qulaylik tomoni, misol kichkina bir xonalik uylarda sharoit bo'lmasligi mumkin. Ko'proq mehmon kutishga bu o'sha vaqtda juda ham qulay bo'ladi. Asqotadigan bitta mehmonxona xizmat ko'rsatib turgan bo'ladi. Buni yana bir qulay tomoni, bolalar juda ham Stilobod tepasida o'ynashlari uchun xavfsiz bo'ladi. Avtomashinadan xoli bo'ladi. Mashinalarni kelib qolish xavfi bo'lmaydi. Ota-onalar uchun bemalol uyda o'tirib ham bolalarni tepadan kuzatib turishlari uchun qulay joy bo'ladi. Hop, ko'rib turganlaringizdek bu devorimiz, beton devorimiz qurilish tilida diafragma deb ataladi. Ya'ni o'sha ribro жесткости, ya'ni ham tushunarliroq bo'lish uchun inson organizmiga buni qiyoslasak, umurtqa vazifasini bajaradi. Ya'ni o'sha bu binoni zilzila vaqtida chidamliligini, zilzilaga bardoshligini juda ham oshirib boradi. Bu o'sha aynan o'zi binolar 7 qavatdan o'tgandan keyin konstruktorlar tomonidan belgilanadigan shu normalar bo'yicha o'rnatiladigan devor hisoblanadi. Bu devorimiz fundament qismidan boshlab, o'sha padosh qismidan boshlab ko'tarilib keladi tepagacha. Shu 9-qavat, o'sha padoshdan, podvaldan boshlab 9-qavatgacha ko'tarilib keladi. Buni ichi hozir endi qurilish beton ustiga qo'yib yuborilgan. Biz unaqa devorimiz qolmadi. Montaj qismida ko'rsatib ketamiz. Bu arini uyasiga o'xshab armaturasi zich to'qilgan hisoblanadi. Biz o'zi umumiy loyihamizni o'zida 700 tonnadan ortiq armatura va metal mahsulotlaridan foydalanganmiz. Bu degani tushunarli bo'lish uchun ham armaturlarimizni hammasini bir-biriga ulab chiqadigan bo'lsak, 500 kilometrdan ortiq masofani po'lat yo'l bilan qoplash ketadi. Ya'ni Qarshidan Toshkentgacha masofani armatura bog'lab chiqilganda, bizning shu binoyimizda ishlatilgan armaturalar bemalol yo'l qilib borsa bo'ladigan darajada foydalanilgan. Betonimizga keladigan bo'lsak, betonlarimiz har xil markadagi betonlardan foydalanganmiz. 250 marka, 300 marka, 350 marka o'sha konstruktiv yechimlarga qarab foydalanilgan. Beton ishlatilgan betonimizning hajmi 5000 kub. 5000 kub degani bu ikkita Olimpiya basseynini beton bilan to'ldirishga yetadi degani. Xo'p, qisqacha mijozlarimizga yana ham tushunarli bo'lish uchun tushuntirib ketaman. Shu ham tepadan o'tgan bu rigel deyiladi. Ko'pchilik bu narsalarni yaxshi biladi. Rigel kolonnalarimiz o'sha qurilishda yuklanish, og'irlik tepadan pastga qarab harakatlanadi. Ya'ni og'irlik, tepadagi og'irlik rigelga tushadi. Rigel uni kolonnalarga taqsimlab beradi va u yana pastdagi binoni rigeliga tushadi. U yana kolonnaga taqsimlab, xuddi shu ko'rinishda binoni eng pastki qavatigacha yuklanish tushib boradi. Binoni o'sha konstruktiv holatini hisobga olishda ham mana shu narsalar hisobga olinadi. Ya'ni o'sha ichidagi armaturalarning hisobi, betonning markasi o'sha binoni o'sha o'zini yukidan kelib chiqib hisoblanadi. Bu tomonni ham ko'rsatib o'tamiz. O'sha A blokimizda tepaga terrasaga chiqdik. Bu mana shaharni eng chiroyli ko'rinishi. Menimcha hozir o'zi yuqorida ham aytib o'tdik. Lokatsiyadan shunday ko'rilsa, bizni binoyimizni, majmuamizni joylashgan joyi shaharning eng yashil joyi mana shu joy hisoblanadi. Afsuski hozir ko'pchilik biladi, shahrimizda daraxt juda ham kamayib ketdi. Lekin shunga qaramay bizning majmuamiz shahrimizni eng yashillikka burkangan ekozonasi desak ham bo'ladi. Bemalol shunaqa hududda, lokatsiyada joylashganmiz. Kameramiz bilan qanaqa hozir olib beryapti. Bu tomondan shahar juda ham chiroyli, kislorodga boy va ko'rinish jihatdan ham, yashash uchun ham juda ham qulay joy hisoblanadi. Atrofimizda juda ham yaqin masofada eng yaxshi maktablar joylashgan. Misol uchun 9-maktab shaharning eng yaxshi o'sha ta'lim, tarbiya berish jihatdan ham yaxshi maktablar hisoblanadi. 9-maktab, bog'chalar bor. Mana hozir yaqindagina bir 200 metr
uzoqlikda bizdan mana bu tomon o'sha viloyat televideniyasi hisoblanadi. Viloyat televideniyasi ro'parasida bu yoqda ham shaxsiy bog'chalar ochilgan. Atrofimizda juda ham ko'p supermarketlar bor. Hamma narsa xullas yashash uchun juda ham qulay. Maktabga borishga ham, bog'chaga ham, ishga borishdan, ishdan keyin qaytib uyga kelish uchun ham, kechga bolalar bilan sayr qilish uchun ham o'ylayman juda ham zo'r joy. Yashash uchun eng ideal joylardan bittasi. Hozir sizlarga shu suxoy stashka jarayonini nima deydi? Live ko'rsatamiz. O'zini joyida ko'rsatamiz qilish ish jarayonini. Juda ko'p xonadonlarda, shu turar joy majmualarida muammo bor. O'sha xonadonlarning ovozini bir-birini pastga eshitilishi, shu muammo ko'p uchraydi. Biz shunga yaxshi bir yechim qilganmiz. Xonadonimizda mana stashkaning pastidan keling yaqinroqdan ko'rsatasiz. Penaplex mahsulotini har bir xonadon tagiga qo'yib ketyapmiz. Buni vazifasi ham issiqlikda ushlab turadi, ham o'sha xonadonlarda ovozda bir-biriga o'tib ketmasligi, shovqin eshitilmasligini uchun xizmat qiladi. Hozir ko'rinyaptimi kameraga bu? Mana shu ko'rinishda to'liq har bitta xonadonda har bir xonasiga maxsus Penaplex mahsuloti. Bu o'sha aytganimizdek ovozni ham xonadonni bir-biriga o'tkazmasligi va issiq sovuqligini ham xonadonni o'ziga ushlab turish uchun xizmat qiladi. Endi hozir qurilishni biz ichkaridan ko'rib chiqdik. Endi sizlarga bu bizning hozir prorabskiy xonamiz, konteynerimiz, ya'ni prorablarimiz, muhandislarimiz nima bilan shug'ullanishini bitta kuzatamiz endi. Kelinglar. O'sha Qahramon aka bizda texnadzor vazifasida ishlaydilar. Qahramon necha yildan beri qurilishdasiz? 35 yildan beri. 35 yildan beri texnadzor qurilish sohasida. Qurilish sohasiga kirib kelganim 35 yil bo'lgan. O'sha jarayonda shu texnadzor, ichki nazoratchi bo'lib ishlab kelyapmiz. Qayerlarda faoliyat yuritgansiz? Asosan birinchi boshlanishi Leningrad shahrida boshlangan. Keyin Toshkentda, mana hozir o'zimizda Qashqadaryoda. Toshkentda qayerlarda ishlagansiz? Toshkentda shu rayonimi yoki Yo'q, qaysi kompaniyalarda ishlagansiz? Golden House kompaniyasida, Yangi Zamonda ishlaganman. Davlatov qurilish kompaniyasida ishlaganman. Oxiri Aroma firmasida bu yerga o'zimizda Sharq turar joy. Hozir bizda Qarshida Sharq turar joy majmuasida o'zlarining bilimlari bilan faoliyat yuritib, bizga yordam berib keladilar. Bu shu loyiq bizda prorab vazifasida nima ishlar ketyapti Qahramon aka hozir? Izolyatsiyamiz nima bo'ldi? Hozir bizda izolyatsiya jarayoni ham boshlangan. Asosan balkonlarimizga trap o'rnatish, suvni ketish yo'nalishini belgilash. Shu joyini ham aytib o'tib ketaylik. Trapni biz hozir tepada yuqorida aytmadik, esdan chiqibdi. Biz bu ham juda ko'p joyda qurilishlarda qo'yilmaydi. Kimdir qo'yishi mumkin, lekin biz e'tibor qilyapmiz, binoni nima desam, sifatini yo'qotadigan, binoni o'sha zarar yetkazadigan, beton qismlariga, karkasga zarar yetkazadigan eng katta bino dushmani suv hisoblanadi. Biz o'sha quruvchilar o'zi bilishadi buni yaxshi. Harakat qilamiz imkon qadar suvni binodan uzoqlashtirishga. O'sha drenaj sistemalari orqali yana bitta o'sha hozir balkon qismiga biz reja qilyapmiz. Hozir bu yoqda endi terasadan to'liq tushib kelyapti, to'g'rimi? Yo'q, hozir bizda balkon отдельно olingan, suvni ketish yo'nalishi umuman bularga daxli yo'q, terasa qismimizga. Balkonnikini отдельно tushiryapmiz. Terasa qisminikini ham o'zinikini katta quvurlar bilan drenaj sistemasiga ulash loyihasini hozir ishlab chiqyapmiz. Hozir bizda har bitta balkonda trap qo'yilyapti. Har bir o'sha yomg'irda tushgan yomg'ir suvlari ham balkon orqali, trap orqali pastga drenaj quvuriga yo'naltiramiz suvlarni. Xuddi shunday. Shunaqa bu juda ham binoda bu ham xizmat qiladi. Sababi o'sha balkonga tushadigan suvlar ham qayergadir ham ketadi baribir. Hammasini ham artib olish, tozalab olish imkoni bo'lmaydi, yoki binoni fasad qismiga oqadi, yoki binoni o'sha pol qismiga qayergadir ketadi. Qanaqadir qismi izolyatsiya qilinadi baribir. Izolyatsiya qilingandan keyin ham baribir ortiqcha suv zarar berishi mumkin. Shuning uchun biz hozir bu qismda ham o'ylab binoni
sifatini, umrini uzaytirish maqsadida izolyatsiya qilyapmiz. Keyin Qahramon aka, bizada terrasa qismimiz bor. Terrasa qismimizning izolyatsiyasi, ya'ni o'sha pirog qismi qanday shaklda bo'lyapti? Nimalardan iborat bo'lyapti pirog qismida? Hozir birinchi navbatda biz terrasa qismimizda gruntovkaga taxlab olamiz. Asosan primer ishlatiladi. Primerdan oldin Primerning vazifasi nimadan iborat? primerning vazifasi bu umuman olganda shu izolyatsiyani gruntovkasi hisoblanadi. O'shandan oldin bizlar o'sha yuzar qismini tekslab olamiz. Tekslab olib, Ya'ni o'sha monolitni tekslab, monolitni tekslab, primer surtamiz. Primerdan keyin izol yopishtirib, izoldan keyin Pinaplexdan keyin uklon olish uchun keramzitdan foydalanamiz. Keramzit o'zi ham issiq sovuqlikda ushlash uchun u ham xizmat qiladi. Albatta. Undan keyingi ketadigan jarayon yana stejka bo'ladi. Stejkamizdan keyin oxirgisida ham двухкомпонентный izolyatsiya bilan foydalanamiz. Izolyatsiyadan foydalanamiz. Hozir Izostop hozir bu qurilishda mana har xil yangi qurilish mahsulotlari chiqyapti. Kundan kunga qurilish ham rivojlanib boryapti. Hozir izolyatsiya bu o'sha двухкомпонент Qahramon aka izolyatsiya bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bu o'sha har qanday suvni, namlikni pastki xonadonga o'tkazmaslik uchun xizmat qiladi. Bu degani uyimizda yomg'ir suvlari o'sha uklonda ketgandan keyin ham o'zi qolgan suvlar ham pastga shim o'tmasligi uchun Xuddi shunday. izolyatsiya xizmat qiladi. Qisqacha shu. Endi keyingi videolarda yana ham kommentariyalarda yozib ketsanglar, nima haqida yoritishlik kerak yoki qanaqadir kamchilik bo'lgan bo'lsa, uni oldindan uzr so'raymiz. Qanaqadir yana qurilish haqida ma'lumotlar bo'lsa, kommentariyada yozib ketsanglar, biz yana keyingi videolarda batafsil tushuntirishga harakat qilamiz. Kuzatganlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, kelib bizdan xarid qilsanglar yana ham xursand bo'lamiz. Uylarimiz o'zi oz qoldi. Sog' bo'linglar.